Здравствуйте, глубоко уважаемые любители социальных сетей. Сегодня 10-й сеанс промывания глаз в домашних условиях. Assalomu alaykum aziz muhtaram ijtimoiy tarmoqlar xizmatlari. Bugun uyda ko'zlarni yumishning 10-seansi. Va destras yuqoriga pastga 10 martadan yuqoriga pastga, keyin tepaga qaragan holda ko'z olmalarini o'ng tomonga, chap tomonga, oldinga, orqaga qarab harakatlantiramiz yoki bo'lmasa ko'z qolochig'i bilan birdan 10gacha bo'lgan sonlarni raqamini chizamiz, taxminan ko'z olmasi bilan chizamiz. По 10 раз вперед-назад наклоны сделаем, уважаемые любители социальных сетей. Потом смотрим наверх и рисуем глазным яблоком цифров от 0 до 10 или от 1 до 10. Нарисуем глазными яблоками и еще продолжаем дальше. 10 раз вперед-назад. Или наклоняемся по 10 раз, можно по 15 раз. Noldan 10gacha bo'lgan sonlarni yozgandan keyin yana 10 marta naklon qilamiz oldinga, past, yuqoriga, oldinga, yuqoriga, pastga, yuqoriga, pastga. Va nihoyat chap tomon tugatdik. Shuni endi o'ng tomonni olamiz. O'ng tomon, правый глаз теперь. То же самое движение 10 раз. Наклон вперед-назад, вперед-назад по 10 раз. Потом смотрим наверх и также глазным яблоком нарисуем от 1 до 10 цифров. Ushbu holatda o'ng tomon yurganda ham xuddi chap tomon yurgandagidek 10 marta naklon qilamiz, yana egilamiz yuqoriga, pastga va 10 marta qilgandan keyin tepaga qaragan holda 0 dan 10gacha bo'lgan sonlarni raqamini taxminan ko'z olmasi bilan yozamiz. Va yana 10 marta вперед-назад, oldinga, orqaga, oldinga, orqaga. По 10 раз вперед-назад, вперед-назад. Bugun 10-seansi, hurmatli ijtimoiy tarmoqlar xizmatlari, hurmatli obunachilar. Xudo xolasa 15 seansdan keyin ko'z o'tkirligini tekshirib ko'ramiz. Qanday, mana tugatdik. Qanday natija borligini Xudo xolasa sizlarga